Yakkasaroydan uy qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasida joylashgan 3 xona 2 ga 6 balkonli uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi, birinchi xonamiz. Bu yerda esa balkon qismimiz 2 ga 6 balkonni yarmini mehmonxonaga qo'shib yuborgan uy egalari. Xonaning kengligini ko'rib turibsizlar. Bu yerda esa shundoqqina uyimizdan piramid tower ko'rinib turadi. Ikkinchi etaj bo'lishiga qaramasdan panjaralar bilan ta'mirlangan uyimiz. O'zini mebel, yumshoq mebellari va televizorlari bilan uyimizdan ko'rib turganlar eshikdan kirib kelish va o'zining stroyni shkafi va barcha xonalari alohida. 4 qavatli binoning ikkinchi qavatida joylashgan ushbu uyimiz ko'rib turganlaringdek. Umumiy maydoni uyimizning 70 kvadratdan iborat. Bu yerda esa bolalar xonasi. O'zining stroyni shkaflari, kravat va kompyuter uchun stollari qoldirib ketilgan. Va alohida sanuzellar bilan birgalikda bu yerda esa oshxonamizning o'rni bo'lgan. Oshxonamizda balkon qismiga ko'chirilgan ba'zi bir detallarini ko'rib turganingdek. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Yakkasaroy tuman sudining yonginasida joylashgan Yevro ta'mirdan chiqqan 3 xona 2 ga 6 balkon g'ishli domimizda egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 108 ming AQSh dollar narx so'rashmoqda. Uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.